Birinchi men, keyin siz. Ha, yo'q. Lekin Paxtabod xalqi, Andijon, butun O'zbekiston tuzuymizlar, charchamayapsizlarmi? Xudo xolasa mana ro'za Ramazonimiz ham oxirgi kunlar yaqinlashib qoldi. Shuningdek biz hoji otamiz ham yakunlanib qoldi. 70% ishlari tugadi, Xudo xolasa. Shunga hamkorimiz ikki og'iz gapirmoqchi, ish o'rinlari nechta olinadi, qachon bo'lishini o'zidan so'raymiz mana. Hello， 大家好，又是我来自中国成都，在 Paxtabod 开一个服装超市，我们主要经营男装、女装、童装、鞋帽、商包等等，什么都有。我们即将招聘员工，男工、女工，形象气质佳的，年轻勤快的，希望大家过来洽谈。谢谢大家。 Abi tarjima qilib beraman. Bu aytmoqchiki, Xudo xolasa 70% ish tugadi. Oz fursatda ochilamiz. Shu ochilgunimizcha aytayaptiki, mana shu hozir video murojaatimiz agar 100 mingta like yig'sa, hozir biz bilan maslahatlashuvdi, 20 ta ish o'rini olamiz deydi. Agar mana shu video murojaatimiz 100 mingta like yig'adigan bo'lsa, u oson u. U ashi 100 mingta like bilan 20 ta ish o'rinini 30 taga ko'paytiramiz deyapti. Keyin shu bilan zo'r aksiyalar qilamiz. Qolgan misollarga ishga kira olmaydiganlar bir pasal ishga kira olmadim deb haliginday qilish yo'q. Boshqa aksiyalarimiz bo'ladi, Xudo xolasa. Shuningdek, haligi mana shu ochilgandan keyin hammamizga yaxshi bo'ladi. 100 ming so'mlik narsalar Xudo xolasa 50 ming so'm bo'ladi. Hamma yaxshi niyatda. Sizlardan bittasi mana yurashlarni bitta qizartirib turib, kommentariyasiga zo'r deb qo'ysanglar, 10 ta oilani hayoti zo'r bo'lib ketadi. Shu 20 ta ish o'rnimiz 10 taga ko'payib 30 ta bo'ladi. Xudo xolasa bizni kuzatinglar, yaqin orada ochilish qilamiz.